Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 23 aprel Urganch Dekkan bozoriga kirib keldik. Sizlar dollar kurs yetarimizda yangiliklarni qo'ldan kelgancha yetirib beraveramiz, xudo xolasa. Qaranglar, Infinbank 1 million 202 mingni olib turibdi. Dollarni, 100 dollarni. Garant Bank 1 million 200 olib turibdi. Bozorni aytmasdan burun sizlarga homiylarimiz videosini qo'yib beraman. Shinray avtosalonni videosini agar yuk mashinalardan topar mashinalar kerak bo'lsa, Shinray avtosaloniga boraversa, ekranda telefon nomerlari chiqadi. Shuni ko'ringlar, keyin bozor dollar kursini sizlarga yetirib beraman. Yengil mashina zo'r tortadi bu. Oho. Yengil mashina bu darajaga. 1,5-2 tonna yuk bilan qimillatmay olib o'tadi. Yo'q. Xorazmda legenda bo'lib turgan T30 qo'shib balonga yangi variant keldi. Gazlik varianti. Hali buni hech qayerda reklama qilmadik. T32 kelyapti, mana hozir moykada ekan. Yurishga qo'ygan mijozga sotilgan yuk kelyapti. Ketadi bu. Ha. Rasxod qilmaydi. Rasxod qilmaydi. 95 million bilan keladi. Mashina olib ketadi, tamom. Bo'ldi, tamom. Hech qanaqa rasxod yo'q. Boshqacha bo'lib turibdi-ku, o'zgacha dunyo bo'ldi. Mana dizayniga xarajat qilmaydi hech qanaqasiga. Rasxod qilinmaydi. Hediysan ketasan buni bo'lgani. Hozir endi sezon boshlandi, ziyoratga boramiz, Jizzaxga ketamiz, Toshkentga ketamiz, Sultonboboga ish qilib, niyada ziyorat bo'lsa, shu yerga ketamiz. Bizlar ziyoratga borish uchun nima kerak bo'ladi? Komfort ishini bir mashina kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunda o'zini pulini bo'lib beradi. Yana oylik to'lov 5 milliondan 4 milliondan deyilmaydi. Topsangiz 5 ming so'm, topsangiz 10 ming so'm, topmasangiz umuman foydasi bermang. 3 yil davomida qolgan pulini bersa bo'ldi. Umumiy gibrid holatda 1200 harakatlanadi mashina. Polni bak bilan. Polni bak bilan. Kapitanskiy sideniya bo'ladi. Xo'p, 119 bilan 900 bilan o'zini pulini bo'lib beradi. 119 milliondanmi? Ha. Mashinalaringiz bo'lsa, kelib turib, barcha xizmatlardan foydalanib ketsa bo'ladi. Bozorga keladigan bo'lsak, bozor 100 dollarni 1 million 200 dan tutib ta 1 million 205 ga so'rab turibdilar. Rubl 155 ming so'mdan 158 ming o'rtalikda o'tiribdi 1000 rublimiz. 1000 tangamiz o'tiribdi 25 ming so'm o'tiribdi. 100 euromiz 1 million 370, 1 million 400 o'tiribdi. Keyin yevro 1 million 250 o'tiribdi 1000 liramiz. Xullas, bugungi yangiliklar shuning ekan. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishni davom qiling.